Misr hukumati islomning sunniy mazhabi yetakchi bo'g'ini bo'lgan Al-Azharni Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa Fors ko'rfazi davlatlarini Eron bilan to'qnashuvda ochiqchasiga qo'llab-quvvatlash uchun bosim qilayotgani aytilmoqda, deb xabar bergan nomi ochiqlanmagan va muassasaning bosh imomiga yaqin manbalar. Qohirada joylashgan sunniy ta'lim markazi hozirgi urush boshlanganidan beri 4 ta bayonot bergan. Jumladan, Eronning Birlashgan Arab Amirliklariga zarbalarini Eron Islom Respublikasining musulmon qo'shnisi Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi tajovuzi deb qoralagan. Al-Aqsar o'zining biror bir bayonotida Amerika yoki Isroilning Eronga zarbalarini eslamagan. Bu muassasaning o'tgan yilgi urush pozitsiyasidan juda keskin farq qiladi. O'shanda muassasa bu mojaroni bosqinchi tashkilotning Eron Islom Respublikasiga qarshi tajovuzi deb Amerika va Isroilni qoralagan va ayni shu asnoda ta'riflagandi. Manbalarning ta'kidlashicha, garchi o'sha paytda Fors ko'rfazi hududi, xususan Birlashgan Arab Amirliklari hujumga uchramagan bo'lsa ham, avvalgi bayonotlar Birlashgan Arab Amirliklarini g'azablantirgan. Amirliklarning Al-Halij gazetasi o'sha paytdagi katta imom Ahmad ay-Tayyibning pozitsiyasini tanqid qilib chiqqan. Hozirgi urush boshida davlat idoralari Al-Aqsardan Fors ko'rfazi davlatlari bilan bir ma'noda hamkorlik qilishni va AQSh va Isroil hujumlari haqida hech qanday eslatma bermaslikni talab qilishmoqda, deb xabar berdi muassasa rahbariyatidagi manbalar. Prezidentlik muassasasi va Misr hukumati tomonidan Fors ko'rfazi va AQSh bilan hozirgi iqtisodiy sharoitda qurbon qila olmaydigan asosiy manfaatlar borligi, G'azo ustida sodir bo'lgan voqealar takrorlanmasligi va agar Al-Azhar qarama-qarshi pozitsiyani egallasa, Fors ko'rfazidagi ishini yo'qotadigan misrliklar uchun aybdor va to'g'ridan-to'g'ri javobgar bo'lib qolishi aytilgani keltirilgan. O'tgan yili ham Al-Azhar o'quv muassasasi tomonidan G'azodagi ocharchilikka qarshi global choralar ko'rishga chaqiruvchi bayonotni qaytarib olishga majburlash uchun xuddi shunday yondashuv qo'llanilgani aytiladi. Undan tashqari, Misr hukumati shu kabi bayonotlar ortidan sulhni buzishga urinish va G'azoga yordam kirishini to'sib qo'yganlikda muassasani ayblash bilan tahdid qilgani aytiladi. Fors ko'rfazi rasmiylari esa katta imom Tayyib huzuriga tashrif buyurib, o'z mamlakatlari ko'rgan zararni batafsil bayon qilishgani. Ammo masaladan xabardor manbalarga ko'ra, bu zararlar juda bo'rttirilgani iddio qilingan. Sizningcha istalgan dinga va xususan islomga ham davlat siyosatining ta'siri bormi va u qanchalik deb o'ylaysiz? Hamda istalgan bir davlatdagi imomlar va Al-Azhar kabi diniy muassasa va tashkilotlar islom e'tiqodlariga to'g'ri kelmagan deb hisoblangan masalalarda ham davlat siyosatiga qarshi chiqa olishadimi?